Atmosferani qaranglar, chiroyliligini. Hozir men Namangan shahariga kelganman. Bilmaganlar uchun bu yilgi Gullar festivali 24-may kunidan boshlanar ekan. 65 yillik nishonlanar ekan. Kelsanglarchi, xohlagan turli gullarni ko'rib, tomosha qilib ketsanglar bo'lar ekan. Agar shu kuni mehmoninglar bo'lsa, bu kun turistlarni olib kelsanglar, boradigan joy qidirib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun hozirgi kunda men Namanganda trendga chiqqan Mix Ice Creamni sizlarga tavsiya qilib qo'ymoqchiman. Yunusxon ukam mehmonligi bilan yoki bu turist bilan kelsa, joyingga borsa chiroyli qilib kutib olasan bo'lsa. Chiroyli kutib olamiz. Bemalol kelishinglar, Xudo xohlasa chiroyli qilib kutib olamiz. Mana shu videoni ko'rib turgan har bitta inson uchun joyini chiroyli qilib borib ko'rsatib tavsiya qilib qolamiz. Mana shu videoni Gullar festivali qachon boshlanishini bilmay yurgan bo'lsa, birga kelmoqchi bo'lgan yaqinligiga jo'natib qo'yinglar. San'at asari, san'at bor, insonning qo'li bilan bir yaralgan bir Allohning mo'jizasi deb mana qaranglar. Ko'rsanglar, ko'zinglar quvonadigan darajada chiroyli. Xudo xolasa 24-may kuni hammanglar kelaverasizlar. Sizlarga tavsiya qilayotgan joyimiz mana shu bo'ladi. Mix Ice Cream. Hozirgi kunda Namanganda eng trendga chiqqan marojniy shirinliklar. Bemalol mehmoninglarni olib kelsanglar ham, turistlarni olib kelsanglar ham uyalib qolmaysizlar. Shart-sharoitlar gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zidek xonalari endi maslar shirinliklar ko'rsatib beraman. Kamanda bilan har kelganda kelib o'tiramiz. Mazasi rostdan ham zo'r. Mix Ice degani mana shu bo'ladi. Mazalariga gap so'z bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu yerda trendga chiqqan marojniysi bor. Nima desanglar, mana fistashkali marojniy. Eng trendga chiqqan marojniylardan bittasi bo'ladi. Yunusxon ukam nima deysan? Bugun kelishinglar bemalol, chiroyli kutib olamiz. Mana shu videoni barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. 24-may kunida Namangan shahridagi eng katta Gullar festivali bo'lib o'tadi. Yunusxon ukam kelsa chiroyli kutib olasiz. Chiroyli kutib olamiz, xudo xolasa. Mix Ice Cream. To'g'ri tanlov, kelaverasizlar.